Assalomu alaykum, hurmatli student tayyorlaydi kanali obunachilari va obuna bo'lmasam bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Hammaga assalomu alaykum deymiz bir bor. Ko'rib turganlaringdek bugun ko'rsatadigan uy chizmamiz 123-uy chizmamiz. Mana shunday ko'rinishda chiroyli, ya'ni o'lchamlari 15 metr, mana bunaqasiga 15 metr 50 santimetrga, bunaqasiga esa 11 metr 50 santimetr o'lchamdagi chiroyli uy chizmasi. Ko'rganlaringdek zinadan chiqqanimizda mana bu yerda ozgina balkonchasi bor. Kirganimizda tamburdan o'ngga burilganimizda oshxona, chapga burilganimizda esa ya'ni umumiy hammom joylashgan. Ko'rganlaringdek mana bu yerda katta mehmonxona, bular kattalar yotoqxonasi o'rtada, ya'ni bolalar xonasi. Bu yerda yotoqxona joylashgan, mana bu yerda ham ikkita bolalar xonasi. Xohlaganingizdek ixcham kichkina, lekin ko'p xonali uylar bemalol mehmon kelganda bemalol o'tirib qoladigan bo'lsa bemalol yotib qolishlari mumkin. Endi videoni men sizlarga hozir video davomida aytib o'tganimdek eshik romlarini ham tushuntirib o'taman. Mana eshik romlari har birining o'lchamlari, erkaklarning o'lchamlari hammasini ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Uyimizda aytib o'tganimdek 15 metr 50 santimetrga 11 metr 50 santimetr o'lchamdagi uyimiz joylashgan. Ya'ni fundamentlarimiz 40 santimetrdan, mana bu ko'rsatib o'tilgan 40 santimetrdan fundamentlarimiz hammasi mana bu yerda aylanasi 40 santimetrdan 30 santimetrlik fundamentlarimiz mana bu perigordka, mana bu ko'rib turganlaringiz 30 santimetr, mana bu va bu mana bular 30 santimetrdan qo'yilgan. Mana shunday fundamentlar 30 santimetrdan qoldirilgan. Agar uy chizmasi yoqqan bo'lsa, bemalol videoni tagida opisiyaga Telegram kanalimiz qoldirganmiz. O'tib bemalol olib foydalanishingiz mumkin. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim deb chiqqanimiz zinadan kirganimizda bu yerda ozgina balkonchasi bor, ya'ni 1.78 ga 670 o'lchamdagi balkonda joylashgan. 3D variantini ko'rilang. Kirganimizda tambur 1.80 ga 2.70 o'lchamdagi tambur. O'ng tomonga burilsak oshxonamiz joylashgan. Chap tomonga burilsak esa ya'ni hammom, umumiy hammomimiz joylashgan. Oshxonamiz o'lchami 3.60 ga 4 metr o'lchamdagi oshxona. Bu ichki tomondan hisoblangan do'stlar. Ichki xona tomonidan hisoblangan. Bu tomonga o'tganimizda, ya'ni chat tomonimizda 3.60 ga 1.80 o'lchamdagi umumiy hammom, hojatxona, kir yuvish mashinasi hammasi joylashadi. Bemalol joylashtirsangiz bo'ladi va plus kotelni ham joylashtirsangiz bo'ladi do'stlar. Mana shunday ko'rinishda hammom joylashgan. Kirganimizda uzungina koridor, ya'ni 8 metrga 2.70 o'lchamdagi koridorimiz joylashgan do'stlar. Koridorimiz to'g'rida bitta bolalar xonasi. Agar bolalar xonasi menga keragi yo'q, shuncha xona yetadi desangiz, bu yerga fortishka qo'ydirib, ya'ni umumiy hammom qo'ydirsangiz ham bo'ladi, umumiy hammom. Mana bu yerda esa kotelni xona, alohida keyinroq kotelni xona qildiraman desangiz ham bo'ladi do'stlar. Buni o'lchami 250 ga 270 o'lchamdagi joylashgan xona. Aytganimdek yonida mehmonxonamiz kattagina 6.5 metrga 3.60 o'lchamdagi mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonamizdan keyingi xona joylashgan, ya'ni kattalar yotoqxonasi. Agar bu yerda hammom qilsangiz, kattalar yotoqxonasiga qulay bo'ladi, ya'ni yuvingani. 4 metrga 3.60 o'lchamdagi bu xona, kattalar yotoqxonasi. Xuddi shu o'lchamda bu tomonda ham joylashgan, xuddi shu o'lchamda bitta xonamiz joylashgan, ya'ni 4 metrga 3.60 o'lchamdagi bitta xona joylashgan. Yonida ikkita xona, ya'ni qo'shimcha xona, birini bolalar xonasi qilsangiz bo'ladi, ikkinchisini ham bolalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. 3.60 ga 290 o'lchamdagi xona joylashgan. Aytib o'taman do'stlar, bu ichki tomondan hisoblangan. Ikkinchi xonamiz esa 3.30 ga 3.60 o'lchamdagi xona joylashgan. Mana shunday ko'rinishda joylashgan do'stlar. Endi eshik romlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsa, har bir eshik romlariga o'lchamlar qo'yilgan. Ya'ni bu asosiy uyimiz, asosiy eshigimiz 1.5 metrga, eniga 1.5 metr, ya'ni balandligi 2.10, 2.5 qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda asosiy uyimiz. Kirganimizda mana bu 90 ga 2.10, ya'ni eniga 90 metr, balandligi 2.10. Xuddi shunday xonalarimizni ham o'lchamlari xuddi shunday qo'yilgan. Har bir xona eshiklari, romlari mana bunday razmerlar qo'yilgan. Video tagida opisiyaga Telegram kanalim qoldiraman. Bemalol o'tib
Telegram kanalida uy chizmasini olib foydalansangiz ham bo'ladi do'stlar. Oyna romlarimiz ya'ni eniga 125, balandligi 160 qilib qo'yilgan. Agar sizga ma'qul bo'lsa, ma'qul bo'lmasa agar kengroq bemalol o'z ko'nglingizdagi oynalar qo'yib joylashtirsangiz ham bo'ladi do'stlar. Mana shunday ko'rinishda chiroyli uy chizmasi, ma'qul bo'lgan bo'lsa albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta do'stlaringizga ham, uy qurmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham jo'nating. Bizda Telegram gruppamiz ham bor. Qurilish maslahatlari, ya'ni qurilish sohasidagi har qanday savollaringizga javob olishingiz mumkin va siz xohlagan turdagi 7,5 ming, 8 mingga yaqin uy chizmalarimiz ham joylashgan. Va O'zbekistonda qurilish mollari narx-navolarini bemalol kuzatib borsangiz ham bo'ladi do'stlar. Va so'ragan savollaringizga bemalol javob topishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun ko'rsatadigan uy chizmamiz mana shunday ko'rinishda edi do'stlar. Albatta yoqqan bo'lsa qo'llab-quvvatlaysizlar va do'stlaringizga tarqatasizlar degan umiddamiz.